Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Mana endi o'tga o'rdaklarimiz nasib bo'lsa uyi taq bo'ldi bularni. Xo'sh, ertalabki nonushtasi. Yemlariga e'tibor beramiz. Makka, kepak, makkani ezilgani, bug'doy. Hammasini ozgina namroq qilib berdik. Mana bu endi suv idishi hali to'liq suv idish topilmadi. Mana uychamizga e'tiborlaringizni qaratasizlar. Bu meni fikrim moshni chiqdi deb o'ylayman. 1.5 ga 1.20. Fanerdan bo'lgan, tomini faner yopib, ustidan og'ir narsalar qo'yib qo'yamiz. Oldi mana bunday setka shtobi quyosh kirishi uchun. Bularni ozgina bozordan olganimizga yem yemaganmi? Egalari yem bermaganmi? Xullas, yemga o'rganish ozgina qiyin bo'libdi. Agar kimga shunaqa narsa bo'lgan bo'lsa, maslahat beraveringlar. Qanaqa qilib yemga o'rgatsak bo'ladi. Mana bu yemini yeyishga kelmayapti. Mayli, o'rganib qolar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi. Like bosib qo'yish esdan chiqib qolmasin.